2026-yilda Kaliforniya omilchi o'lchangi hamda Begons biznesini boshlamoqchi bo'lib turgan aka-ukalarimiz bo'lsa, mana shu videoni oxirigacha ko'rishlarini tavsiya qilamiz. Xudo xolasa, bugun juda ham bir foydali, bir manfaatli video chiqarishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasa, videolarimizni Assalomu alaykum, Ekazamin Begons YouTube kanalimiz a'zolari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xolasa mana shu 2026-yilda, yangi yilda xudo xolasa mana shu Kaliforniya omilchi o'lchangi hamda Begons biznesini boshlamoqchi bo'lib turgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bir foydali, bir manfaatli bir video qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, birinchi navbatda bizga Kaliforniya omilchi o'lchanglari hamda Begons biznesini boshlashdan oldin bizga birinchi navbatda Kaliforniya omilchi o'lchanglari kerak bo'ladi. Buni kimdan qanaqa qilib olishda hozir men sizlarga tushuntirib o'tib ketaman. Birinchi navbatda olayotgan odamlaring mana shu Kaliforniya omilchi o'lchanklarini boqish haqida, Begons yetishtirish bo'yicha, qanaqa qilib sifatli Begons yetishtirish bo'yicha bilimlarga, ko'nikmalarga ega bo'lgan odamni olsalaring ancha yaxshi bo'ladi. Chunki mana shu Begons yetishtirgandan keyin buni sotishga ham qanaqa sotish kerak, qayerlarga sotish kerak, qanaqa sotish kerak, mana shularni o'rgatadigan yaxshi sherik deydimi, ustoz deydimi, mana shunaqa odamni topib, mana shu odamni olsalaring, xudo xolasa baraka topasizlar. Chunki Begons yetishtirgandan keyin ham qiynalib qolmaysizlar, xudo xolasa. Xo'p, birinchi navbatda shu Begons yetishtirish bo'yicha Kaliforniya o'lchanglarni boqish haqida bilimlarga, ko'nikmalarga ega bo'lgan odamni olsalaring yaxshi bo'ladi. Xo'p, ikkinchi o'rinda mana shu Kaliforniya omilchi o'lchanglarini olishdan oldin zichligiga ahamiyat berasizlar. Hozirgi kunda hamma har xil sotyapti. Bir xil 1 million ham, 500 ming ham, 2 million ham sotishyapti. Hamma har xil sotishyapti, o'zlarining ehtiyojiga qarab sotishyapti. Buni narxiga emas, shu o'lchangni zichligiga ahamiyat berib olasizlar. Qancha shu o'lchang zich holatda bo'lsa, go'sht holatda bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Ko'payishiga ham, daromadga kirishlaringga ham, Begons yetishtirish bo'yicha ham cho'lchanglar qancha ko'p bo'lsa, tezroq ko'payadi cho'lchang, hamda siz ko'paygan cho'lchangni tezroq yangi obyektlarga, yangi beraktorlar qilib, yangi joylarga o'tkazib, ko'paytirib olishingizga yordam bo'ladi. Chunki misol uchun 1 kvadrat olsangiz, ana ichida cho'lchang oz bo'lsa, buni ko'paytirib olguncha ancha vaqt ketadi. Zich holatda bo'lsa, uni ko'paytirib olgani hech qancha vaqt ketmaydi. Misol 10 kvadrat joyga 1 kvadrat tashlasangiz, mana shuni zich holatda bo'lsa, 1 oy, kamida 1 oyda mana shu 10 kvadrat joyingizni zich holatdagi cho'lchang yeb tugatib bo'ladi. Agar siyrayroq bo'ladigan bo'lsa, bunga 1,5 oy, 2 oy vaqt ketadi. Cho'lchanglar ko'payib, yeyishgacha ancha vaqt ketib qoladi. Buni yangi joyga ko'chirishga ham ancha vaqtingiz ketib qoladi. Shuning uchun shunga ham ahamiyat berasizlar, cho'lchang zichligiga ahamiyat berasizlar. Xo'p, mana shu keyin Begons yetishtirib bo'lgandan keyin qanaqa sotishga ham o'rgatadigan, sotishga yordamlashadigan odamdan olsalaring yaxshi bo'ladi. Chunki Begons yetishtirgandan keyin kamida siz cho'lchangni 1 millionga olsangiz ham, 2 millionga olsangiz ham, mana shu hech bo'lmaganda sizga Begonsizni 1 millionlik yo 2 millionlik Begonsizni sotishga yordamlashadigan odam topsangiz, ancha o'zingizga yaxshi bo'ladi. Chunki misol mana shu Begons sizni yetishtirganingizdan keyin ham sizga hech bo'lmaganda shu 2 millionlik Begons sotishga yordamlashsa ham, o'zingiz sekin-sekin shundan motivatsiya olib, sekin-sekin o'zingiz ham yo'lga qo'yishni boshlaysiz. Bugungi videomizni olishdan maqsad ba'zi bir kommentariyalarga, telefon qo'ng'iroqlariga qarab mana shu videoni olyapman. Chunki ko'pchilik telefon qilishyapti menga cho'lchang boqish haqida. O'zlari ham misol cho'lchang boqishar ekan, ko'nikmaga, malakaga ega emas. Shuning uchun ko'pchilik telefon qilishyapti, qanaqa boqish kerak, qishda qanaqa boqish kerak, qanday ko'paytirish kerak, shu haqida ko'pchilik telefon qilishyapti. Misol Begonslarni sotishga yordamlashib oling deyishyapti. Xudo xolasa bu yil ham o'zimizdan ortib, alhamdulillah boshqalardan Begonslarni sotishga yordamlashdik. Xudoga shukr. Ko'pchilik shu haqida telefon qilishyapti, Begons sotishga yordamlashing, kerak bo'lsa mana shu biznesni yo'lga qo'ya olmayapman, cho'lchangi bilan kerak bo'lsa sotib yuboraman, Begons bilan sotib yuboraman degan aka-ukalarimiz ham bo'lyapti. Klient topishga yordamlashing deyishyapti. Qo'limizdan kelgancha yordamlashyapmiz, klientlarga topib beryapmiz, Begons sotishga yordamlashyapmiz. Xudoga shukr, ko'pchilikka xudo xolasa qo'limizdan kelgancha mana shulardan nima deydi? Mana shular to'planib hozir bitta video qilishga sababchi bo'ldi. Hozir mana shu videoni olyapmiz, xudo xolasa. Mana shu videolarimiz kimgadir manfaatli, foydali bo'lgan bo'lsa, videolarimizni bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Hammani ishlariga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar.